Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan O'zbata Qovis va do'stlar, mening yangigina videomga xush kelibsizlar. Do'stlar, biz qishloqda videolarimiz, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Tezroq videoni boshladim. Do'stlar, anchadan beri katta video olyapmiz. Qishloqda video olmaganimga ham уже 3 haftadan o'tibdi. Shuning uchun biz birinchi bo'lib do'konga boramiz. Anchadan beri qishlog'imga kirganim yo'q edi va nihoyat endi video olyapman. Birinchi bo'lib biz ayniqsa do'konga boramiz. Havo juda ham ochilib ketibdi, mayli. Xo'sh, hamma joy yaxshi. Tak, menga hammasi juda ham chiroyli ko'rinyapti. Qishlog'imiz ayniqsa o'zgarib ketibdi. Kirmaganimga mana bu joylarga ham uylar qurib tashlashibdi, jitellar. Va do'stlar, qanaqadir joylar qurilgan deb eshitdim. Balkon qurilibdi. Do'stlar, mana uni qaranglar. Hozir nima bu? Stop. Pastda bunker bormi? Kichkinagina da yashab bo'ladigan bunkercha bor ekan, lekin ana u loyni to'g'rilab qo'ysa yaxshi bo'lar edi. Bu yer omon bo'lsa kerak, bu yerda ham jitel yashaydi. Va do'stlar, birinchi bo'lib do'konimizni hali ochib qo'ygan edim. Sochiq-ku, tak, telefonim shu yerdamikin? Telefonimni yo'qotib qo'ygan edim. Yo'q, telefonim bu yerda emas ekan. Balki mana shu yerda bo'lishi mumkin. Bu yerda faqatgina instrumentlar bor xolos. Tak, xo'sh. Do'kon ochiliq turibdi. Hozircha men yangi telefonimni o'qtarib kelaman. Nima qilyapsizlar, jitellar? Okey do'stlar, tak. Videomiz 2 minutlik bo'libdi. Jitel uydamisan? Menimcha uyda emas. Undan yordam so'rardim, menga telefon berib tursa yaxshi bo'lardi. Bu uyni ham yaqinda sotib olaman. Hozircha ijaraga olib turibman. Ana bu uyim eskirib ketganda, hattoki bu uyimda balkon ham yo'q. Qaranglar do'stlar, balkonda maza qilib, toza havodan nafas olib o'tiribman. Sizlar esa kamerani to'g'rilagunimcha kanalga obuna bo'ling. Tezroq 600 bo'lishimiz kerak. Okey, menimcha obunani bosib qo'ydingiz, mayli. Okey, endi tashqariga chiqamiz. Okey. Mayli, tak, endi biz mana kiraylik. Bu joy menga уже yoqib qoldi. Minecraftimiz ham ancha yaxshilanib qoldi. Yaqinda yangilanish keladi deb eshitdim. Qalaysan, jitel? Yaxshi. Jin ursin, nimaga jitellar shunaqa gapiradilar o'zi. Burnini bitta joyga tiqib qo'yaman-da, shunaqa asabimni buzishib gapirishadi. Kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz, katta-katta rahmat, chunki biz tezroq 600 bo'lishimiz kerak. Уже 50 tadan ko'p podpis qilgansizlar, lekin obunachilar podpis qilmaydi. Mayli, yangi telefonni eritishga to'g'ri keladi. Ko'mir ham bor ekan. Mayli, ko'mirni solib qo'yamiz va do'konni yaqinda ochamiz va sim kart olaman hali. Do'stlar, nima qilay? Hamma joyni tekshirib, eshiklarni ochib qo'yay, birozgina havo kirsin. Lanati tashqarida juda ham zo'r havo bo'lyapti. Do'stlar, mana telefon ham tayyor bo'libdi. Eshiklar ochiq qolaversin. Ben esa yopib ketaman. Okey. Xo'sh, tak. Qishloqqa oboruvchi yo'lda kimdir pochtachimi tashlab ketgan. Sayyohlar uchun bizni qishloqqa sayyohlar juda ham tez kelib turishadi. Shuning uchun janoblari telefon qilyapti. Yangi sim kartani solib bo'lgan edim. Assalomu alaykum janoblari, yaxshimisiz? Ishlar cho'tkimi? Yaxshi. Nima deydi? Plus
Bizani qishloqqa narsa tashlab kel, meni uyimga narsa tashlab kelishing kerak edi, do'kondan narsa olib. Pulni keyin tashlab qo'yaman. Mayli, nima borishim kerak? Bitta dona stek bilan bitta dona non olib kel katta binoga. Mayli, ana shu yerga tashlab qo'ysang ham bo'ladi. Ikkinchi qavatiga o'zim olib qo'yaman. O'g'limni qorni och edi. Mayli, hozirda qaysi katta bino? Ana bunisimikin yoki janob merning uyiga yaqin joymikin? Nonni kimdir qiyshaytirib ketibdimi? Xo'sh, boshidagini ham olib qo'yamiz. Bo'ldi. Hozir janob merga telefon qilaylikchi. Janob mer, qaysi binoga deganingiz? Ikkinchisiga. Bo'ldi. Uyimni oldagisiga. Okey, keldim shu janob merning yo'qligi. Do'stlar, mana buni buzib qo'ydik. Hop. Okey, janob merning bu binosida. Ikkala bino ham janob merniki. Janob merning 3 ta binosi bor. Nima bu yerda sandiq yo'q, yo derazani oldiga tashlab ketaymi? Jin ursin, olib qo'yyapman. Inventarimni o'zi olib qo'yapti. Yo'q, bunaqa yetmadi. Mana bu yerga sekin qo'yib qo'yamiz. Uyga ketish payti ham tushyapti ekan. Videoni bu safar biz 8 minutlik qilamiz. Sabzimni deb ketdim. Alo janob mer. Sabzini tashlab qo'ydim. Sabzida boribman. Dinursin non bilan stekni tashlab qo'ydim. Mayli, yaxshi bor. Rahmat senga. Pulni ertaga berib qo'yaman. Rahmat, okey. Janob merni daftarchamizga ham yozib qo'ysak yaxshi bo'lar edi. Okey, tezroq biz do'konga boramiz va do'konni yopamiz. Bugun ishi bo'lmadi, to'g'risini aytsam, do'konda prosta o'tirgim kelgandi. Mayli. Biz o'zimizga bir ozgina ovqat olib ketsak yaxshi bo'lardi. Non ham. Okey, hammasini oldik. Sandiqdagilardan olsak yaxshi bo'lardi. Chunki qolgan narsalarni olgim kelmaydi-da. Qaysi tarafdan aylanib boramizmi o'rmonning ichidan? Mayli, o'rmon ichidan ham borsak, mana bu yerdan yorug'lik chiqyapti ekan. Mayli, uyga borib videoni to'xtataman chunki meni ishlarim chiqib qoldi. Shuning uchun video 8 minutlik bo'lib qoldi. Do'stlar, meni kechirasiz. Endi videoni 8 minutlikdan o'tkazaman. 15 minutlikgacha olib boramiz keyingi videolarda. Okey, ovqatni ham yeb olamiz. Oy, mazza qilyapman do'stlar. Kolbasa ham olamiz, non ham yeymiz, olmani ham yeymiz. Do'stlar, video shu joyda tugadi. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz sizlarga kattakon rahmat. Sizlar bilan hozir shu joygacha musbat ahvolingiz bo'ldi do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling. Kanalimizga esa obuna bo'lishni unutmang.